Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, bugun 7-darsimizni boshlaymiz. Iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlar degan fan bo'yicha boshlaymiz va darsimiz taqdimotni yaratishning zamonaviy texnologiyalari va ularni turizm sohasida qo'llash masalalari bo'yicha ko'rib o'tib ketamiz. Va demak, biz aynan taqdimotlar nimasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Aynan shular bo'yicha demak dars o'tib boramiz. Demak, elektron taqdimotlarning o'rni qanday va nima uchun muhim ekanligini aynan ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak. Demak, elektron taqdimotlar axborotlarni vizual, qulay va ta'sirchan tarzda yetkazib berish imkoniyatini beradi. Aynan turizm sohasida esa mijozlarni jalb qilish, marshrutlarni taqdim etish va xizmatlarni reklama qilish vazifalarida juda ham katta rol o'ynaydi. Va asosiy vazifalardan bittasi, afzalliklardan bittasi aynan taqdimotlarni, demak, birinchisi axborotlarni vizual tarzda yetkazib berish, ikkinchisi esa audio e'tiborni jalb qilish imkoniyati bor, uchinchisi esa murakkab ma'lumotlarni sodda tushuntirish va turizm mahsulotlarini samarali taqdim etishdan iborat bo'ladi. Va interaktiv va multimedia imkoniyatlari bilan yana ham imkoniyati oshib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va multimedia taqdimotlarining mazmuniga qo'yiladigan talablarga qaraydigan bo'lsak, demak, birinchisi aniqlik va dolzarblik. Har bitta qo'yiladigan ma'lumotlar aniq va hozirgi kundagi zamonaviy dunyoda mos axborotlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni taqdimot mazmuni aniq va to'g'ri, dolzarb bo'lish kerakligini amalga oshiriladi bu yerda. Demak, ikkinchisi esa maqsadga muvofiq. Har bitta sayt ma'lum bir maqsadni ifodalashi kerak. Va uchinchisi esa izchillik va mantiqiylik qismi bor. Demak, ma'lumotlar mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirilishi kerak. Demak, birinchisi ikkinchisini har doim to'ldirib borilishi kerak bo'ladi. Ya'ni fikrlar ketma-ketligi har doim bir-birini to'ldirib borish kerak. Va uchinchisi auditoriyaga moslik. Demak, taqdimot maqsadida auditoriya qancha katta yoki qancha kichikligiga qarab aynan taqdimotlarni bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bu multimedia taqdimotlarga qo'yiladigan bu mana shu asosiy talablardan biri bo'lib hisoblanadi. Va axborotlarni slaydlarda joylashtirish, qo'yishga quyidagi talablar qo'llaniladi. Ya'ni bir slaydda bitta g'oya. Ya'ni har bir slaydda faqat bittadan asosiy fikr va ma'lumotlar bloki joylashtirilishi kerak bo'ladi. Va ikkinchisi esa matn hajmi. Demak, slaydda matnlar 5-7 qatordan oshmasligi va 5-7 qator so'zdan ko'p bo'lmasligi kerak bo'ladi. Va keyingi talab uchinchisi vizual iyerarxiya. Demak, sarlavha, asosiy matn, qo'shimcha ma'lumotlar aniq vizual ketma-ketligida bo'lishi kerak bo'ladi. Va bo'sh joylar. Demak, slaydda yetarlicha bo'sh joy qoldirilishi aynan ko'rishga qulaylik tug'dirishiga olib keladi. Aynan shuni hisobga olgan holatda mana shu aynan har bitta slaydga qo'yilgan mana shu 4 ta talab bo'ladi. Va slaydlar juda ko'p ma'lumotlar joylashtirilishi yoki auditoriya diqqatini ma'lum darajada jalb qilmay qolish imkoniyati yoki bo'lmasa bu slaydimiz ma'lum darajada boshqalanishib ketmasligi ham kerak bo'ladi. Va vizual va ovozlar ketma-ketligiga bo'lgan talablar. Birinchisi demak vizual ketma-ketlik talablari. Demak, animatsiyalar mazmunni qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Har bitta harakatlar keyingi keladigan mazmunni ko'rsatib berish kerak. Va o'tish effektlari va sodda bo'lishi lozim. Chunki har bitta odamga o'tish effektlari qiziq bo'lishi kerak. Va rasm va grafiklar mantiqiy tartibda ko'rsatilishi zarur. Va keyingisi har bir vizual elementlar ma'noga ega bo'lishi kerak. Ma'lum bir ma'noga ega bo'lmasa, har bir qo'yilgan rasmlar ulardan voz kechgan ma'qulroq. Va ovozlar ketma-ketligi bor. Demak, fon musiqasi diqqatni jalb qilish uchun ishlatiladi. U esa chalg'itmasligi kerak. Va ovoz balandligi bir xil darajada saqlanishi lozim. Chunki o'ta darajada baqirish ba'zi odamlarni esa qo'rquv va cho'chishga olib keladi. Va ovozlar
ovozli izohlar aniq tushunarli bo'lishi zarur va ovozli va vizual elementlar esa bir-biri bilan sinxron tarzda ishlashi kerak bo'ladi. Va matnga qo'yiladigan talablar, demak, matnga qo'yiladigan birinchi talab, demak, shrift o'lchami. Eng minimal tarzda 18 pt, ya'ni 18 ptdan kichik bo'lmasligi kerak. Chunki kichik auditoriyalar uchun 18 minimal belgilangan, katta auditoriyalarga esa o'lchamlar esa kattalashib boradi. Va shrift turi har bir taqdimotda barcha shriftlar turi bir xil bo'lishi talab qilinadi. Va kontrast, ya'ni matn va fon ranglari orasidagi kontrast bo'lishi kerak. Ya'ni matn va uning fondi bir-biriga qo'shilib ketmasligi va aniq ko'ringan bo'lishi kerak bo'ladi. Va imlo va grammatikaga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Aynan bu esa matnga qo'yilgan talablarni keltirib chiqaradi. Va dizaynga qo'yilgan talablar, birinchisi rang sxemasi. Demak, aynan korporativ yoki mavzuga mos rang tanlanishi kerak bo'ladi. Va shablonlar birligi. Barcha slaydlar bir xil shablonlar yoki har xil shablonlardan foydalangan bo'lishi kerak bo'ladi. Va rasmlar sifati. Faqat yuqori sifatli rasmlardan foydalanish kerak va grafiklardan ham foydalanish kerak bo'ladi. Va logotip va brendlarda foydalanish kerak. Tashkilotlarda, agar tashkilotlarda siz taqdimot qilmoqchi bo'lsangiz, uning logotipidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Brendi va logotiplardan foydalanishingiz o'rinli bo'ladi. Aynan bu esa dizaynga qo'yilgan talablarni keltirib chiqaradi. Va moslashuvchanlik va xavfsizlik talablari bor. Demak, moslashuvchanlik talablari turli qurilmalarda to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Va turli ekran o'lchamlariga mos holatda bo'lishi kerak. Va offlayn va onlayn rejimlarda ishlashi kerak va tez yuklanishi va silliq ishlashini ta'minlash kerak va turli operatsion tizimlarda ochilishi kerak bo'ladi. Va xavfsizlik talablari mualliflik huquqiga rioya qilish kerak. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kerak va o'zining shaxsiy ortiqcha ma'lumotlarini ham taqdimotda qo'ymasligi kerak. Aynan mana shu parol bilan himoyalash imkoniyatlari ham mavjud bo'ladi. Zararli dasturlardan himoyalash va hokazolar aynan uning xavfsizlik talablariga to'g'ri keladi. Va shuni hisobga olgan holatda turizm sohasida mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari va to'lov ma'lumotlari taqdimotda aynan ko'rsatmasligi kerak bo'ladi. Va taqdimotning ko'rinishi bo'yicha talablari bor. Ya'ni zamonaviy taqdimotlar maqsad va auditoriyaga qarab turli shakllarga bo'linadi. Ya'ni chiziqli taqdimotlar, sahnalashtirilgan taqdimotlar, interaktiv taqdimotlar, uzluksiz taqdimotlar, taqdimotlarga oid taqdimotlarga bo'linadi. Aynan ta'limga oid bo'lgan taqdimotlarni aytishimiz mumkin va tashkilot taqdimotlariga ham bo'linadi. Va chiziqli va sahnalashtirilgan taqdimotlar, demak, birinchisi chiziqli taqdimotlarni qaraydigan bo'lsak, slaydlar ketma-ket bir yo'nalishdan keyingi yo'nalishga qarab ketma-ketlikda o'tib boradi. Ya'ni klassik formatda olib boriladi. Eng keng tarqalgan turlardan bittasi hozirgi kunda chiziqli taqdimotlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ularga ma'ruza, hisobotlarni taqdim etish jarayonida qo'llaniladi. Ya'ni oddiy va tushunarli tuzilmalarni shakllantirish, boshlovchi uchun qulay, barcha dasturlarda qo'llab-quvvatlaydigan dasturlardan foydalanish va turizm marshrutlarini taqdim etishni samarali usullarini ko'rsatib beradi. Va sahnalashtirilgan taqdimotlar esa bu dramatik effektlarni hosil qilish jarayonida animatsiyalar, sahna elementlari bilan boyitish jarayonida juda ham ko'p qo'llaniladigan taqdimotlar bo'lib hisoblanadi. Aynan sahnalashtirilgan taqdimotlarda tomoshabinlarni hayratda qoldirish uchun mo'ljallangan taqdimotlar ko'p ishlatiladi. Ya'ni kuchli vizual ta'sirlar, murakkab animatsiyalar, turizmda reklamalarni qo'llanish jarayonlari, yuqori texnik tayyorgarliklarni talab etadigan taqdimotlar aynan sahnalashtirilgan taqdimotlarda ko'rsatib boriladi.
va interaktiv taqdimotlarga qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri giper havolalar, ya'ni slaydlar orasida erkin harakatlanish, ya'ni o'yinlar tarzidagi taqdimotlarni ham aynan shunga keltirishimiz mumkin. Va keyingisi esa testlar va so'rovnomalar. Biz auditoriyada real vaqtda muloqotni amalga oshirish uchun aynan testlar yoki so'rovnomalar shaklida, savol-javob shaklida olib ketishimiz mumkin bo'ladi va interaktiv xaritalar, demak turizm sohasida sayyohlarni ma'lum bir marshrutlar qaysi yo'nalishlarda harakatlanishini ko'rsatish uchun aynan interaktiv xaritalar ko'rinishidagi taqdimotlar taqdim etiladi va multimedia elementlar, demak video, audiolarni 360 gradusdagi rasmlar bilan joylashtirilgan taqdimotlarni tushunish mumkin bo'ladi. Aynan bu yerda ularni jalb qilish jarayoni juda ham kuchli amalga oshirib boriladi. Va uzluksiz va ta'limga oid taqdimotlarga qaraydigan bo'lsak, demak uzluksiz taqdimotlar bu avtomatik ravishda takrorlanib turadigan taqdimotlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni turizmda, ko'rgazmalarda, mehmonxonalarda va hokazo, demak aeroportlarda ham keng qo'llaniladi. Insonlar aralashuvsiz, u uzluksiz ravishda ketma-ket shu bir xil narsani ketma-ketda chiqarib ko'rsatib beradi. Va ta'limga oid taqdimotlar esa aynan o'quv maqsadlariga yaratilgan maqsadlarga erishish uchun yaratilgan taqdimotlarni keltirishimiz mumkin. Aynan turizm sohasidagi gidlarni tayyorlash, mehmonxona xodimlarini va sayyohlar agentliklarini o'qitishda aynan juda ham ko'p qo'llaniladigan taqdimotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan uni ichiga ko'proq test va mashqlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan interaktiv ko'rinishdagi taqdimotlarni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Va tashkilot taqdimotlariga qaraydigan bo'lsak, bu nima degan savolga keladigan bo'lsak, aynan tashkilot taqdimotlari kompaniya, muassasa yoki tashkilotning faoliyati, maqsadlari va yutuqlarini taqdim etish uchun aynan yaratilgan taqdimotlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni turizm sohasida sayyohlik agentliklari, mehmonxona, turistika kompaniyalarining o'z xizmatlarini taqdim etish uchun ko'rsatilgan taqdimotlar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni asosiy elementlari bu kompaniya tarixi va missiyasi. Ya'ni qanday g'oyalarni ilgari suradi va nimalarni taklif qiladi. Aynan shular bo'yicha va xizmat va mahsulotlar katalogi, moliyaviy ko'rsatkichlar va statistika, hamkorliklar va mijozlar ro'yxatlari, kelajak rejalar, strategiyalari va jamoat rahbariyat tarkiblari va turizm kompaniyalari uchun tashkilot taqdimotlari ham juda ham keng ishlatiladi va investorlar va hamkorlarni jalb qilish uchun asosiy vositalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Va taqdimotlarni yaratish bosqichlariga keladigan bo'lsak, demak, aynan professional taqdimotlarni yaratish uchun asosiy o'ziga xos bo'lgan vazifa va taqdimotni o'z ichiga olib ketadi. Birinchisi bosqichda rejalashtirish bosqichi. Birinchi navbatda maqsad va auditoriya va tuzumlarni aniqlash kerak. Va ikkinchisi yaratish bosqichi, kontent va dizaynlarni yaratish kerak bo'ladi. Va tayyorlash bosqichi bu to'g'ridan-to'g'ri tekshirish, maqsadga yetish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Mana shu 3 bosqich, demak, barcha professional taqdimotlarni yaratish uchun juda ham katta imkoniyatni yaratib beradi. Va birinchi bosqichda taqdimotni rejalashtirish bosqichi ham o'z qismlariga bo'linadi. Ya'ni maqsadni aniqlash, aynan taqdimot nima uchun yaratilgan, auditoriya qanday ta'sir qilish kerak va hokazo shunga o'xshagan savollarga javob berish kerak bo'ladi va auditoriyani o'rganish. Demak, kimlar uchun taqdimot qilinadi va ular bilim darajasi va qiziqishlari va kutishlari nimadan iborat? Aynan mana shunday ko'rinishdagi savollarga javob berish kerak bo'ladi. Va turizm, demak, tuzilmani ishlab chiqish jarayoni va taqdimotlarning bosh rejasi nimadan iborat? Demak, taqdimot kirish qismimi, asosiy qismimi, xulosa qismidan iborat bo'ladimi? Aynan mana shular ko'rib o'tiladi bu bosqichda.
va vaqtni rejalashtirish. Demak, aynan vaqtni rejalashtirish har bitta slaydga o'tish jarayonida 1 minutmi yo 2 daqiqami aynan ajratib ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Va ikkinchi bosqichda taqdimotlarni yaratish bosqichi bu kontentlar yaratish, dizaynni ishlab chiqish va multimedia qo'shish bosqichi bo'lib hisoblanadi. Aynan bu yerda matnlar qanday yozilishi kerak, rasmlarni qanday qo'yish kerak va hokazolar aynan mana shu ikkinchi bosqichda amalga oshiriladi. Va uchinchi bosqichda taqdimotni tayyorlash bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda tekstlash va tahrirlash amalga oshiriladi. Barcha imlo jihatdan hamma narsa tekshirib boriladi. Va mashq qilish, taqdimotni bir necha marta mashq qilib ko'rsatib berish imkoniyati beriladi va fikr mulohazalar olinadi va taqdim etish bosqichiga o'tkaziladi. Aynan uchta bosqich taqdimotni butun professional taqdimot sifatida qo'llashimiz mumkin. Va elektron taqdimotlarni yaratish uchun asboblar to'plamiga qaraydigan bo'lsak, bu dasturlarda juda ham ko'p qismlarga bo'linadi. Ya'ni har bitta menyuning o'zining asboblar to'plami bor. Ya'ni klassik dasturlarni oladigan bo'lsak, bu PowerPoint dasturi, Keynote, LibreOffice Impress va hokazo OpenOffice Impress va bulutli xizmatlarda oladigan bo'lsak, bu Google kompaniyasining Slides, Canva, Prezi, Gamma, Apps va hokazo. Hatto sun'iy intellekt texnologiyalarini ham qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Vizme va hokazo juda ham ko'p bulutli texnologiya, bulutli xizmatlardan foydalanish va ixtisoslashtirilgan vositalar ham bor. Haiku Disk degan va Beautiful AI, Vizme va Slide Bean degan qismlari ham ishlatilib boriladi. Va taqdimot vositalarini bir-biridan qanchalik solishtirish shakllari bor. Dasturlarga qarab uni pullik yoki pulsiz va afzalliklari va kamchiliklari qanday va turizm sohasini qaysi qismlarida ishlatiladi. Aynan mana shunday ko'rinishda bir-biridan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Solishtirishdan. Asosiy xulosani qiladigan bo'lsak, bugungi darsimizda turizm sohasining zamonaviy taqdimotlari, demak asosiy xulosalar, ya'ni elektron taqdimotlar yaratishda turizm sohasida mo'ljallar, mijozlarni qanday qilib jalb qilish usullari va talablarga rioya qilish, ya'ni mazmun, dizaynga qo'yilgan talablarni ko'rib chiqdik va to'g'ri tur tanlash usullarini ko'rib chiqdik va zamonaviy vositalardan foydalanish jarayonini ko'rib o'tdik. Va e'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'lingizlar.